Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Man Humoyun Mirzoman. Bugun katta buvijonlarga mehmonga keldik. Kelib o'sha mani dardim bo'lgan pilisoska yopishdim-da. Pilisos qilishga tushdim. Qarasam pilisosni sug'urib qo'yishibdi. Man tiqmoqchi bo'ldim, rosa harakat qildim. Keyin tiqib bering deb tiqtirdim-da. Hamma pilisosni yoqib pilisos qilsa, man pilisosni yoqib o'chirib pilisos qilaman. Chunki ovozdan judayam qo'rqaman. Endi buni ko'tarsam pilisos yurmayapti. Bismillahir-rahmanir-rahim. Voy, ko'tarilmam og'ir ekan. Pilisos qilaman desam, endi shuni urishib ketyapti. Oh xudo, nima bo'lyapti o'zi bugun menga? Men pilisos qilamanmi, yo'qmi o'zi deb hali buvijonimga keldim. Darrov tiqib berdilar. Va men yana pilisos qilishga tushdim. Pilisos qilay tursam, likillab qayerdandir apam paydo bo'ldi. Voy, darrov shunga tegmasa bo'lmaydi dedim-da, mayli ishlasin deb pilisosimga qarashaversin deb yoqtirib, ulab pilisosni shu jonim halak shu yerni tozalab ketay deb. Voy, mana man nihoyat niyatimga yetdim-da, yoqdim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Voy, nima bo'lyapti? Ovozim buncha balandmini? Biznikini ovozi yo'q edi dedim-da. O'chirvoring hala buvijon deb o'chirtirib, mana gapimni tushuntirib, endi o'chgan holatda pilisos qilishga kirishdim. Toza bo'lsa bo'ldi-da, pilisos yoniqmi, o'chiqmi, nima farqi bor, nima dedingiz? Bismillahir-rahmanir-rahim deb boshlayapman, pilisos qilyapman. Oho, apam yana qo'shilyapti. Pilisoslar qilib bo'lib, uylar tozalab bo'lib, biz piknikka bog'ga chiqdik. Bog'da suvlarni ichib, yurib, aylanib, qushlarni rosa quvladim. Bog' quyosh bor edi. O'z shom tushishlariga sekin havolar sovishni boshladi. Hozir biz uyga ketishda taraddudidamiz, chunki judayam bog' sovib ketdi. Sovqotyapmiz. Men rosayam sovqotdim. Bugungi kun uchun ayajonimga, buvijonimga, xola buvijonimga, katta buvimga, opajonlarimga katta rahmat. Endi esa biz uyga yuroldik. Judayam charchadim. Uyga borib mazza qilib uxlayman.